Короче, uydan chiqdim, studiyaga ketishim kerak. Necha yillardir oldin ko'rgan bitta qizim men bilan mashina to'xtatib turibdi. Mashina to'xtatib turibman. Bitta dugonasi bilan bitta joydan keldida, mashina to'xtatib. U bilan bir 15 minut suhbat bo'ldi-da. Men qo'shiq yozishga ketyapman. Men angrayman. Uyga keldimda 2 kun, 3 kun ichida mana shu qo'shiq, yana uchrashdik degan qo'shiq, boyagi voqea mana shu. Turibman, u keldi, gaplashdik. Kim bilan gaplashyapsiz studiyasida? Hammasini yozganman, bordim. Qo'shiq bir haftada tayyor, unga yetib boryapti-da. Xuddi bo'lgan voqea mana shu. Qo'y do'stim qo'shiq. DJ muzika. O'zgarmagansa hamon boqishlaring jilvasi, maftunkor nigohingga boqib sira to'yolmayapman, tuyg'ularni uyg'otadi yuragim silsilasi. Kim bilan gaplashyapsan deb savol berolmayapman. Ishingdan gapirasan, menga berasan savol. Aytasan qachon endi uylanasiz, boraman deb. Men esa bildirmayman savolingga sadaman. Shu sanoqli daqiqada yo'q, yurakni bitirding yer. Daftaring bilan quyoshni berkitasan soya qilib. Shu qo'lingdagi daftarga havas qilib yashayapman. Shu daftar yuzingni turar oftobdan himoya qilib. Men esa oddiy qog'oz bo'lib yuzingni silolmayapman. Yuragimda so'rayman, kim bilan gaplashyapsan, mayli alda yolg'on gapir, hech kim yo'q degan faqat topilib qolar deb sekin hazillar alash kulyapsan. Falonchi bilan deb qalbni sindirmading xayriyat. Suratingga termul